Tozalik, poklik garovi. Ikkinchi qism. O'tgan qismda Qobil bilan Ina masjidga kech qolishdi. Odatda bunaqa paytda Qobil shu yerda bo'lar edi. Nega kelmayapti ekan? Kech qolgani yetmaganidek, usti-boshi kir edi va hamma yerni kir qilishdi. Ha? Qobil? Qobil, hamma yerni tozalash esingdan chiqmasin, xo'pmi o'g'lim? Bu yer masjid, namoz o'qiladigan joy. Qolganlar esa Qobilga yordam bering. Shunda ishni tezda tugatasiz. Men tezda qaytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima qilding shunchalik kir bo'lib ketibsan? Bu shunchaki Ina, shoshma. Ina, soyabon ustiga sakra, bo'la qol. Bo'la qol. Hammasi shunday bo'ldi. Voy, rahmat senga Qobil. Sen Inani qutqarib qolding. Ha, yaxshiyam sen o'sha yerda eding, Qobil. Kelinglar do'stlar, Qobilga yordam beramiz. Yana Alloh yaxshi ishlar qilgan odamlarga albatta yordam beradi. Lekin avval o'zing tozala. Birinchi navbatda ust-boshingni tozalab ol. Xo'p. Unda boshladik. Men charchab ketdim. Bu kir ketmayapti kecham. Nima qilsam bo'ladi? Balki sen yaxshilab artmayotgandirsan. Qani berchi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi ishlaydimi bu? Balki mana bu cho'tkaga nimadir bo'lgandir. Charchab ketdim. Inna. Balki Inna bizga yordam bermoqchidir. Menimcha bu chang yutgach. Uyimdagisi bundan ko'ra yaxshiroq. Inna. Niko, bunday qilma. Qani boshlaylik. Balki bu to'g'ri tugmadir, a? Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Voy, yo'q. Hafiz, keyingi safar agar o'z ishingga amin bo'lmasang, shoshilma. Buni qanday qilib ishlatsa bo'ladi? Barakalla, Humayra.
Qani endi ishlatib ko'ramiz. Alhamdulillah. Voy, zo'rligini qarang. Joy yo'q. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر والرجز فاهجر Va kiyimingni pokla va azobdan chetlan. Qur'on Al-Mudassir surasi 4-5 oyat.